Taxtani sifatini tekshiramiz. Sinib ketdi. Bu ham sinib ketdi. Temir. Sinmadi. Sinmadi. Tevaga otib ko'ramiz endi buni. Bo'lmadi. Endi bu taxtani yerga uramiz. Ikkiga bo'linib ketdi. Do'stlar, hozirgi kunda 25 metrgacha xuddi mana shu materialdan, hech narsa bo'lmagan materialdan o'rtasiga ustun qo'ymasdan xuddi mana shunaqa skladlar qurish necha pulga tushyapti. Andijonda asakasidan usta akalarimiz Toshkentdagi do'stlar zavodga sklad qilib berishdi. Ko'rib, bitta baho beringlar. 18 metr ekan do'stlar, eni bez ustun qo'ymasdan qilib berishgan. Bu tomonni eniga keladigan bo'lsa, yarim metr ekan, uzunligi 60 metr shumkali variantda qilib berishgan. Tunikasi bilan shumkasini joyida egasi olib bergan. Bular qatirishini bonus qilib yuborishdi. Hatto do'stlar kraskalarigacha qilib berishgan bo'ladi. Zang-pang bo'lmaydi. Narxi 180 mingdan boshlanib 350 ming so'mgacha. Bu joydagi do'stlar 260 ming so'mdan material, usta haqi, xomashyo, elektrod, bolgarka hamma yo'g'i ichida bo'lgan. Joyda egasi faqat pul sanaydi xolos. Video basta nomer bor. Agar siz ham do'stlar sklad, angar, uyda tommi, basseyn, sun'iy stadion qurdirmoqchi bo'lsangiz, eng arzon narxdagi ustalar topib berdim. Bemalol aloqa chiqarasizlar. 180 mingdan 350 minggacha materialni oz ko'p qalin ishlashiga qarab turib hisoblanaveradi. Sog' bo'linglar.